Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz arab tili ixlosmandlari. Sizlar uchun Yusuf Akademiya jamoasi bilan birgalikda arab tilida raqamlar bo'yicha amaliy yondashuv mavzusida qo'llanma tayyorladik. Ushbu qo'llanmadan keyin inshaalloh arab tilida raqamlarni aytishda yoki yozishda xatoga yo'liqmaysiz. Bismillah, boshladik. Tayin so'zlar: 1 dan 100 gacha bo'lgan raqamlar, sonlar bo'yicha umumiy grammatika va tartib sonlar. Biz arab tilini raqamlarni o'rganishlikda ularni bo'limlarga ajratdik va ulardan birinchi bo'limi 1 va 2 raqamlarga to'g'ri keladi. Endi bu bo'limning grammatikasi qanday? 1 va 2 raqamlari o'zidan oldin kelayotgan ismga to'liq moslashadi. Masalan, qalamun vahidun, kitabani ithnani. 1 va 2 raqamlarining qolgan raqamlardan farqi shuki, bu sonlarda sanoq sanalmishdan keyin keladi. Qolgan raqamlarda esa aksi. Endi izoh. To'liq moslashadi dedik. Qalamun muzakkar, vahidun muzakkar. Qalamun birlik, vahidun birlik. Kitabani ikkilik, ithnani ikkilik. Kitabani muzakkar, ithnani muzakkar. Va shu holatda to'liq moslashgan. Endi sanoq sanalmishdan keyin keladi. Sanoq qani bu yerda? Vahidun ithnani. Ismdan oldin kelganmi, keyinmi? Albatta keyin kelgan. Va qolgan raqamlardan farq ham shu keyin kelganida. Qolgan raqamlarda demak, avval sanoq keladi, keyin sanalmish keladi. Faqatgina 1 va 2 raqamlarida sanoq sanalmishdan keyin keladi. Yaxshi, endi ikkinchi bo'limimiz bu 3 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar grammatikasi. Bu bo'limda, ya'ni 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoqlarning sanalmishi doimo jam va jar holatda keladi. Mana xomsatu ashratu bo'lib birinchi sanoq kelyapti. Chunki biz birinchi bo'limda nima dedik? Faqatgina 1 va 2 raqamlari sanalmishdan keyin keladi dedik. Qolgan raqamlar esa avval sanoq keladi, keyin sanalmish keladi. Xuddi xomsatu aqlamin, ashratu rijanin kabi. Endi bularning sanalmishi doimo jam va jar holatda kelar ekan. Sanoq bu yerda xomsatu ashratu, sanalmish bo'lsa aqlamin va rijalin. Endi sanalmishni qoidasi nima ekan? Jam kelar ekan. Qalamun aqlamun, hop, rajulun rijalun ko'pligi. Endi jar qilamiz shuni. Aqlamin rijalin. Demak, qoida shunday. Endi jins e'tiboriga ko'ra bir-biriga teskari jinsda bo'ladi. 1 va 2 raqamlarida bir xil bo'lishi kerak edi. Lekin 3 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarda bo'lsa, bir-biriga teskari jinsda. Ya'ni xomsatu muannasmi? Aqlamin muzakkar. Ashratu muannasmi? Rijalin muzakkar. Endi keyingi bo'limimiz bu 11 va 12 raqamlari. 11 va 12 raqamlar ham xuddi 1 va 2 raqamlari kabi o'zidan keyingi kelgan ismga to'liq moslashadi. Masalan, jaa 11 taliban, jaa 11 talibatan. Jaa 12 taliban, jaati 12 talibatan. Bu sanoqlarning sanalmishi doimo mufrad nakra bo'lib, nasb holatda keladi. Endi bularning moslashishi 11 taliban, 11 talibatan. Tepasi faqat muzakkar, pasti faqat muannas. 12 taliban faqat muzakkar, 12 talibatan faqat muannas. Demak, to'liq moslashdi. Endi bu sanoqlarning sanalmishi doimo mufrad nakra bo'lib kelishligi kerak ekan. Sanalmish hozir bu yerda taliban yoki talibatan bo'lyapti. Xo'p, mufrad bo'lishlik kerak, ya'ni birlik bo'lishlik kerak. Taliban birlik va nakra bo'lishlik kerak. Taliban nakra, nasb holatda. Talibin, talibun bo'lishi ham mumkin edi, lekin nasb deyilyapti taliban. Va muannasda ham xuddi shunday. Talibatan mufrad, nakra va nasb. Demak, umumiy qoida 11 va 12 raqamlar uchun shu. Endi keyingi bo'limimiz 13 dan 19 gacha bo'lgan sanoqlarning sanalmishi mufrad nakra bo'lib nasb holatda keladi. Jaa 15 rajulan. Sanalmishga e'tibor beramiz. Rajulan mufrad, birlik, nakra, noaniq va nasb. Rajulan hammasi tushadi.
Endi jins e'tiboriga ko'ra bu sonlarda o'nlik qismi sanalmishning jinsiga moslashib, birlik qismi esa aks jinsda keladi. Ya'ni bu yerda o'nlik qismi qaysi? Asharo turibdi, o'nlik qismi. O'sha o'nlik qismi sanalmishning jinsiga moslashadi. Rajulan bu yerda muzakkar, asharo ham muzakkar bo'lyapti. Birlik qismi esa aks jinsda keladi. Xomsata. Ko'rdik, agar shu xomsu bo'lganda rajulan muannas bo'lishlik kerak edi, ya'ni imroatan bo'lishlik kerak edi. Birlik qismi sanalmishning jinsiga teskari keladi. Lekin o'nlik qismi bo'lsa sanalmish bilan bir xil jinsda keladi. Eslatma, 11 dan 19 gacha bo'lgan sanoqlarning harakati hech bir qoidaga tushmagan holda nasb o'qiladi. Demak, sanoqlar bo'yicha ham qoida 11 dan 19 gacha bo'lgan sanoqlarning harakati, sanoq hech bir qoidaga tushmagan holda nasb o'qiladi. Xuddiki 15 ikkalasi ham nasb turibdi. Endi keyingisi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gacha bo'lgan o'nlik qismlarning sanalmishlari ham mufrad nakra bo'lib nasb holatda keladi. Masalan, xomsuna valadan, xomsuna bintan. Bu yerda o'nlik qismlar haqida gap ketyapti. Sanalmishi doim mufrad bo'ladi, nakra bo'ladi, nasb bo'ladi. Valadan, bintan kabi. Jins e'tiboriga ko'ra o'nlik qismlarni sanalmishlari muzakkar yoki muannas kelishligining ahamiyati yo'q. Chunki valadan muzakkar, bintan muannas, lekin xomsunada o'zgarish yo'q. Endi keyingi bo'limimiz 21 dan 99 gacha bo'lgan sanoqlarning sanalmishi ham mufrad nakra bo'lib nasb holatda keladi. Sanalmish haqida gap ketyapti. Nima deyilyapti? Mufrad bo'lsin, nakra bo'lsin, nasb bo'lsin. Salasu va salasuna bintan. 33 ta qiz. Bu yerda sanalmish bintan bo'lyapti. U mufradmi? Mufrad. Nakrami? Nakra. Nasbmi? Nasb. Endi jins e'tiboriga ko'ra sanoqning birinchi qismi sanalmishning jinsiga teskari bo'ladi. Xuddiki yuqorida o'tdik-ku mana bu. Ja 15 rajulan. Shu kabi. Bunda ham teskari bo'lar ekan. Ya'ni salasu bu yerda muzakkar, bintan bo'lsa muannas. Sanog'imizning birinchi qismi sanalmishimizning jinsiga teskari bo'lyapti. Endi 99 dan yuqori bo'lgan sanoqlarning sanalmishi mufrad nakra bo'lib jar holatda keladi. Masalan, al-furishatin mi'atu kurrasin. Bu sonlarda jinsning ahamiyati yo'q. Sanalmish bu yerda rishatin va kurrasin bo'lyapti. Mufrad va nakra va jar. Rishatan yoki rishatun emas, balki jar bo'lganligi uchun rishatin va kurrasin. Lekin bu raqamlarda jinsning ahamiyati yo'q. Sanoq sonlari bo'yicha umumiy grammatikamizning qoidalari shu bo'ladi. Buni yodlashlik, takror qilishlik bilan esda qoladi. Endi tartib sonlar haqida gaplashamiz. Tartib sonlar. Sanoq sonlarini tartib sonlariga aylantirish uchun fa'ilun vaznidan foydalanamiz. Tartib sonlar jinsda moslashadi. Masalan, muzakkar ad-darsul awwalu, ad-darsus sani, ad-darsus salisu, ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu. Bu muzakkarda. Endi muannasda al-hissatul ula, al-hissatus saniyatu, al-hissatus salisatu, al-hissatur rabi'atu va al-hissatul khamisatu. Ya'ni fa'ilatun muannas, fa'ilun muzakkar. Demak, shu fa'ilun vazniga raqamlarni soladigan bo'lsak, bizda tartib son tayyor bo'ladi. Endi buni ma'nosi bir dars emas, balki birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars, to'rtinchi dars, beshinchi dars. Birinchi hissa, ikkinchi hissa, uchinchi hissa, to'rtinchi hissa va beshinchi hissa, ya'ni inchi qo'shimchasini qo'shiladi. Endi bu raqamlarga qo'shimcha ta'rif arab tilida sanoqqa adad, sanalgan narsaga esa ma'dud deyiladi. Ya'ni ba'zi bir kitoblarda sanoq sanalmish deyilmaydi, adad va ma'dud deyiladi. Shunda adad deganda sanoqni tushunamiz, ma'dud deganda sanalgan narsani tushunamiz, ya'ni sanalmishdi. Agar ma'dud, ya'ni sanalmish g'oyrimunsarif bo'lib alif lomsiz kelsa,
g'oyri munsarifligicha qoladi, ya'ni kasrani qabul qilmaydi. Bu ham qoida. Endi 3 dan 10 gacha va 99 dan yuqori bo'lgan sanoqlarda adud madudlar izofa ko'rinishda keladi. Xuddi al-furishatin va salasatu kutubin izofaga o'xshaydi. Shuni aytilyapti. Faqatgina bu holat 3 dan 10 gacha va 99 dan yuqori bo'lgan sanoqlarda ko'rinadi. Endi keyingisi barcha adadlardagi madudlar, ya'ni barcha sanoqlardagi sanalmishlar doimo tamiz bo'ladi. Tarkib qilayotganimizda bu kerak bo'ladi. Sanalmish nima bo'lar ekan? Doimo tamiz bo'lar ekan tarkibda. Va 1 va 2 esa sifat bo'ladi. Darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.